Talon 21-oktyabr. Ha, bo'ldi. 10 turga 308 straperamizdan sotildi. 25 dona o'rtoqlar. 135 ming so'mdan berganmiz donasini. Katta degan qishloqqa ketyapti. 25 dona, 10 metr taxtamizdan mo'lat uchun berganmiz. 15 dona, 85 ming so'mdan berganmiz donasini o'rtoqlar. Bir xil kesilgan zavod taxtalar. Ha, to'g'ri ketyapti ona. Ha, shu to'g'ri ketyapti o'rtoqlar. Sifatlari zo'r, ko'rasizlar. Manzil Qashqadaryo Shahrisabz. Chorshanba mana. Strapeli ko'zlik ham diğer strapeli mana to'g'ri ketyapti. To'g'ri, qanday bu taxtalar bir oz aytib keting. Taxta opishim udar. Aha. Qara chubaki bitta joyga boruvdim 160 mingdan binmadi. 165 ming dedim. Shuncha kishiga kilo oldim men. Bo'la agar bu gapimni javob. Bo'p to'g'risidan sog' Pul bo'ling. berib qo'ygan joyimdan olmoqchi edim. Bo'p to'g'ri sog' bo'ling. Nima uncha qo'ydi 30 ming so'm? Bitta taxtaga 30 ming qo'yib sotasizmi? Yo'q, bizda taxtaga qo'ysak 10 ming pul qo'yishimiz mumkin, qo'ysak uni. 30 ming so'm qo'yib sotdi. 30 ming qo'ydi ular. Shunday bo'ldimi? Ular mudirlar aytmagan. Endi mudirlar aytgan yo'q, lekin o'zbekcha olmoqchi bo'ldim. O'rtoqlar kelaveradi. Mayli, to'g'ri sog' bo'ling. Uyga borgandan keyin qiynalasiz endi. Buni baqirib qo'ydingiz. Endi To'g'ri ketadi. Hozir ketadi. Kelaveradi, mana Qashqadaryo Shahrisabz.